Bu yıllarda biz hayatning ma'nosini qaytadan tushundik. Do'stlarning qadrini, tuqqanlarning mehrini qaytadan his qildik. Bu yillarda biz o'ylagan ishning, hatto o'ylamagan ishning cho'qim yuz berganligiga ishondik. Nurg'u ishlarda o'zimizning amalsizlikdan boshqa choramizning yo'qligini bildik. Bu yillarda biz o'zimizning kimligini, qanchalik inson ekanligimizni qaytadan tonidik. Nimani deyish, nimani demaslikni, har bir kunni qadrlashni qaytadan o'rgandik. Bu yillarda biz nurg'un ishlarning ortiqcha ekanligini, nurg'un narsalarning vaqti kelsa hech nimaga arzimaydiganligini bildik. Hayotning qisqaligini, hatto biz o'ylagandimi qisqaligini his qildik. Kunda ko'rib turgan ish qadrdan kishilarimizni yana bir ko'rishning tasdigini, nihoyatda tasdigini bildik. Bu yillarda biz qadrlashning ma'nosini, azobning ta'mini, ayrilishning ochiqini, oilaning tatliqini qaytadan his qildik.